O'qish bitirgandan keyin ish bormi birat? Rezyume juda ham oson tuziladi. Rasmda albatta custom galstuk orqada oq fon. Yo'q, bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Nimaga endi kimdir u diplomlilarni ish bilan ta'minlab berish kerak? Qanday qilib karyera qurish kerak? 18 ga kirganda o'ylaydigan masala emas. Ish beruvchilar, professionallar qayerda sizlarda ko'chaga chiqishadi. Hozirgi yoshlar yengil-yelpi hayotga qarab qolish noto'g'ri. Shu 20 daqiqada sizlar noto'g'ri kartina qilib qo'ysanglarchi. Ishsizlar soni ko'payib ketadi deb buni davlat o'ylamasligi kerak. Sani kuchli taraflaring desa, men nima deyishim kerak? 2 yildan ko'p ishxonada qolib ketish kerak emas. Kasb almashtirish juda oson bo'lib qolgan. Eng katta qobiliyating o'sha vazifalarni yecha olishingda. Mehmonlarimiz HR sohasidagi mutaxassislar. Go'zal opa, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shahnoz opa, o'zimiz zakovatchi, Adliya vazirligi maslahatchisi. Hamma taniydi, shuning uchun Shahnoz opa sizni tanishtirishim shart emas deb o'ylayman. Bugungi umuman mavzumiz shu yoshlar, o'qish bitirayotgan yoshlar qanday qilib karyera qurish kerak? Qanday qilib intervyulardan, suhbatdan o'tib ishga kirish kerak? Hozir juda ko'pchilikning xayolida, yoshlarning xayolida o'qishga kirish birinchi masala-yu, eng muhimi shu o'qishga kira olamanmi, yo'qmi deb o'ylaydi. Kirib olgandan keyin o'qish bitirish. Lekin biz mana katta kishi sifatida, katta odam sifatida ko'rib turgan yoshlarga aytishimiz mumkinki, eng muhimi bu emas. Eng muhimi o'qish bitirgandan keyin ish, katta hayotga qadam qo'yish. So'nggi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsalaring, xususiy oliy o'quv yurtlari ham ochilyapti-da va universitetlar soni juda ham ko'payib ketdi. Shahnoz opa, biz paytimizda butun respublika bo'yicha 50 ta, 60 ta oliy o'quv yurti bo'lardi. Hozir qanchaligini bilmayman, Toshkentda o'zida ham ko'p bo'lsa kerak. 211 ta taxminan. 211 tami? Xo'p, shu narsa yoshlar ichida vuz tanlash imkoniyatini qiyinlashtirib yormayaptimi? Qayga kirsamikin deb juda ham ko'p, reklamalar ham ko'p. Nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum, sochi yoshlar mana universitet tanlashda. Endi bu masalada insonni qobiliyatdan kelib chiqib, qiziqishdan kelib chiqib, ya'ni tendensiyaga qarab hamma hozir IT ni o'qiyotgan ekan, men IT parkka boraman yoki IT universitetga boraman. Bu noto'g'ri tushuncha. Qo'lidan nima keladi? U insonni yaxshi o'zini anglab olish kerak bo'ladi. Ya bu 18 ga kirganda o'ylaydigan masala emas. Bu 5 yosh, 3 yosh va shu qatori maktabdan boshlab ota-ona aniq bilishi kerak va yo'naltirishi boshlashi kerak va bosim berishi kerak emas va uni oliy ta'limni hozir mana 211 ta degan men bir konferensiyada eshitib qoldim. Bu tanlovga to'xtaladigan bo'lsak, tanlashi asosiy mezoni sifat masalasi. Qaysi oliygoh sifatli ta'lim bera oladi va o'sha oliygohni yaxshi sifatli ta'lim beradi ekan deb ishonib qolish ham kerak emas. Ya'ni ular faqat yo'nalish beradi. Meni nazarimda hozir biza yo'nalishni olib turib va insonni o'zini ichki qobiliyati, ichki o'sha xarizmasidan kelib chiqib, o'qish davomida ham o'zini ko'rsatishni boshlash kerak. Bunga mana davlat miqyosida imkon yaratilgan, ya'ni yurisprudensiya nuqtai nazaridan qaraganda ruxsati bor. Prezident qarori bor, talabalarni ishga qabul qilish bo'yicha va bu masalada hech qanaqa qiyinchiliksiz, mayli agar birinchi kursda eplay olmasam, ikkinchi kursda parallelni ishlashni boshlash kerak deb o'ylayman. Tanlovga yana bir marta aytaman, ta'limni o'sha abituriyentga qanchalik mosligi va ushbu kelgusidagi karyerasiga qay darajada ta'sir qila olishi faqat hamma chiroyli, balandparvoz gaplar uchun o'qish kerak emas deb o'ylayman. Aynan bilim uchun, ya'ni kirish oson bo'lishi kerak, bitirish juda qiyin bo'lishi kerak. Mana shu tendensiyani ushlash kerak. Lekin shu o'ng iqtisodchilarning ichida davlat asosiy ish beruvchi bo'lmasi kerak degan qarash bor-da. Asosiy ish beruvchi, odamlarni ish bilan ta'minlovchi davlat bo'lmasi kerak. Davlat shunaqa ish beruvchilar yetishib chiqishiga sharoit yaratib berish kerak o'zi. Bizda hozir rostdan ham davlat asosiy ish beruvchi. Kim eng ko'p ishchilar kim bizda mana sog'liqni saqlash sohasi, o'qituvchilar juda ko'p. O'qituvchilar ko'p. Kontingent 500 mingdan ko'p. Keyin yana bitta narsa bor, Sa'vat aka, bu mevan bo'lib ketgan. Birinchi kursga o'qishga kirgandan keyin, birinchi o'qishga kirib olgandan keyin yoshlar men prezident bo'laman ertaga, o'qishga kirib oldim deb o'ylaydi. Maksimalizm ko'p hozir. Z avlodda maksimal juda ko'p. Ikkinchi kursda
hech bo'lmasa vazir bo'laman deydi. 3-kursda men hech bo'lmasa bir tuman hokimi bo'laman, mana shu o'qish bitirib olsam deb, o'qish bitirgandan keyin ish bormi brat deb yuradi. Shunaqa endi hozir mehnat bozori juda xilma-xil. Men o'zim mana 2 yil bo'ldi xalqaro o'sha bandlik agentligida ishlayapman. Kuniga endi biz top menejerlarni rekrutment qilganimiz uchun, ishga yollaganimiz uchun kuniga 5-4 ta yuqori malakali sohada bilimi bor, tajribasi bor, backgroundi juda kuchli bo'lgan mutaxassislarni nima qilamiz? Yoshlar kelib qoladi. 3 yil. Ana ITda team lead masalan. 2 og'izda sizni tushunadi va o'sha algoritmni yasaydi miyasida. Va ular azmuncha ular nima deydi, oylikka qarab ham turgan joyi yo'q. Yosh bo'lmasam, sharoit qilib berasan menga deydi. Va uyimda ishlashim kerak deydi. Men 8 soat ishlashim shart emas, 3 soat ishlayman deydi. Qolgani shaxsiy rivojlanishim mana shunaqa. Qo'yib berish kerak. Bu Z lekin o'zini ishini ham yaxshi qiladi. Qiladi. Joyida o'sha timeline'larda bo'ladi, deadline hammasini qiladi. Va hozirgi yoshlarning eng katta yutug'i tez moslashadi. O'zi qiladi. O'sha uchun maksimalizmni sindirish kerak emas va katta yoshdagi o'sha insonlar bunga sayoz qarash kerak emas. Bizlar ham masalan ko'p jihatda o'rganyapmiz. Mana 2 kun oldin Katar elchisi janob Hoshim bilan biz uchrashuv o'tkazdik. Bizlar rahbarimiz, biz ham qatnashdik. 21 yoshdagi yigit, magistratura diplomatiyani tugatgan yigitimiz переговор, ya'ni suhbat olib bordi. Uchrashuvni o'zi o'rtada ham diplomat sifatida ham tarjimon sifatida 21 yosh. Ingliz tilida shunaqa gaplashyaptiki, hattoki elchi janoblari ham ozgina qiynalyapti u bilan suhbat qilishga. Berish kerak bunaqa yoshlarga imkoniyatni. Berish kerak. Berish kerak, ularni ruhlantirish kerak. Va shunaqa, o'shaning uchun hozirgi zamonda men qanchalik mana atrofimizda yoshlarni biriktirib turib, ularni mayli tashqarini ko'rsin, o'qisin, ishlasin, mehnat qilsin, lekin o'zimizni uzoqlashtirishimiz kerak emas deb o'ylayman. Men shu tarafdoriman. Bizda o'sha universitetni bitirgandan keyin yoshlar ko'pchiligi ish topolmay ham qolyapti-da hozir. Uni bir necha omillari bor. Endi siz hozir aytayotgan narsa, u siz keltirgan primer ошибка выжившего deyishimiz ham mumkin-da. Biz o'sha успешный odamni ko'ryapmiz-da, и ko'plab nouspешный, o'sha muvaffaqiyatsiz yoki o'qishga kira olmasdan Rossiyaga ishlagani ketgan, migratsiyaga ketgan yoki shu boshqa ishlarga sho'ng'ib ketgan, misol uchun jinoyat olami deysizmi, ko'cha deysizmi, shunaqa yoshlar ham ko'p-ku. Bularni qamrab olish uchun, bularga yaxshi muvaffaqiyatli karyera qilish uchun o'qish bitirgandan keyin nima qilish kerak degan savol bor. O'qishga kirganda bu narsani o'ylash kerak. Kirganda o'ylash kerak va aniq strategik plan bo'lishi kerak. Bizani oliygohlardagi, men hozir xususiy davlatnikini emas, umumiy aytyapman, oliygohlardagi professor o'qituvchilardan tortib o'sha assistentlargacha ular bolalarga faqat bilim beryapti. Agar amallayotgan bo'lsa uni ham. Lekin motivatsiya bermayapti-da kelgusiga. Aratirmasdi. O'sha TED выступление qila olmayapti-da, o'sha TED chiqish qila olmayapti-da. Har bir darsi TED bo'lishi kerak. Har bir predmetni TED qilib qabul qilish kerak. Ruhlanish kerak bola. Va aniq aytish kerak, seni kelajakda juda buyuk ishlar kutyapti. Va eng bitta nozik masalasi bor. Juda kuchli milliy g'oya kerak bizga. Juda kuchli. Hozirgi zamon va kelajakka javob beradigan, butun o'zbeklarni birlashtiradigan milliy g'oya kerak. Yarim kechasi uyg'otib turib, so'ragan payt ham aytib bera oladigan darajada milliy g'oya bo'lishi kerak. O'zbekni birlashtiradigan va yuksak qiladigan. Juda kuchli potensial. 37 milliondan oshdik. Markaziy Osiyoning yuragi desak ham bo'ladi. Va so'nggi tendensiya juda ko'p kompaniyalar O'zbekistonga o'zini biznesini buryapti. Xohlasa, xohlamasa ham. Bu imkoniyat va mana 22-yildan juda katta dunyoning o'zgarishlari bo'lib ketgani va O'zbekistonga ham boshida mana bizning kompaniyaga ham juda ko'p nima deydi, konkurent kompaniyalar kirib kelgani, tashqi qo'shnilarimizdan tashqarida boshiga sal bir bozorni segmentatsiyasida noaniqliklar bo'ldi, lekin hozir aynan bizlar ham ko'p narsani o'zlashtirdik. Ya'ni raqobatda bo'lgani nuqtai nazaridan. To'g'ri, savdo nuqtai nazaridan, oborot nuqtai nazaridan ozgina tushgan bo'lishi mumkin, lekin sifat nuqtai nazaridan ko'tarildik. Shunga moslashdik. Ya'ni ular taklif etayotgan sifatni bizlar ham o'sha taklif etishni boshladik. Konsalting nuqtai nazaridan gapiryapman.
bizni paytdagi milleniallar bilan hozirgi zoomerlarni o'rtasida shu karyera qilish masalasida qanaqa farqlar bor deb o'ylaysizlar? Keyin shu sizlar sohalaringda juda ham ko'p tepaga chiqadigan narsa yoshlik bilan tajribani o'rtasida tanlov ko'p bo'lsa kerak-a. Misol uchun yoshlarga ishonch bildirish uchun ularni bilimini, tajribasini tekshirib olishga qanaqa nimalar bor? Endi qarang, mana bizning ish jarayonimizda standart rekrutment, ya'ni bizani o'zimizni mana 15 yil o'sha kompaniya ishlayotgan bo'lsa, 40 mingdan ziyod bazamiz shakllangan. Ya'ni bizani orqali ishga joylashgan kandidatlarimizni bizdan uzoqlashib keta olmaydi. Biz har doim ularni muomalada ushlab turamiz. Hattoki ishga joylashtira olmayotgan bo'lsak ham masalan. Va o'sha LinkedIn bor platformalar o'sha bemalol professional ishchilarni topa oladigan o'sha hamjamiyat hisoblanadi. Yoki bo'lmasam o'sha HH.ru o'sha Headhunter'dan ham masalan mutaxassislarni rezyumeni skanerlab chiqqandan keyin o'sha researcher, ya'ni qidiruvchi odam topgandan keyin rekruterga beradi. Rekruter uni intervyuga chaqiradi yoki oldin telefonda gaplashadi. Telefonda уже keyingi etapga to'g'ridan to'g'ri 20 daqiqalik standartli xalqaro intervyu bor. Unga chaqiradigan bo'lsa, ana o'sha 20 daqiqaning ichida u potensial kandidatdan nomzod bilan aniq masala, ya'ni standart savollardan tashqari nostandart savollarni ham berish ulgurishi kerak. Nostandart savol. Bu standart savol degani oldingi ish joyingiz qanaqa, nima uchun ishni o'zgartirmoqchisiz, kelgusida o'zingizda nimalar qanaqa tasavvur qilyapsiz, kutilmalaringiz qanaqa va shunga o'xshagan bo'lsa nostandart savollar. Bu neshtatniy vaziyatlarda o'zingizni qanaqa tutasiz yoki bo'lmasam sizni jahlingizni chiqargan odamga qanaqa javob berasiz? Agar bu rahbar bo'lsa, qo'l ostingizdagi ishchi bo'lsa, hamkasbingiz bo'lsa qanaqa bo'ladi? Va shunga o'xshagan nostandart. Ya'ni umumiy bitta portretni yasashimiz kerak. Atigi 20 daqiqa ichida. Потому что vaqt yo'q qolganiga. Va keyingi etapimizda o'zimizni litsenzionni programmamiz bor. Sun'iy intellektga o'tkazamiz. Уже u bilan kompyuter bemalol test qiladi. Biz aralashmaymiz, uni IQ-sini tekshiradi va javobini chiqarib beradi. Bu inson aynan shu kasbga layoqatlimi yoki layoqatsiz. Yoshdan farqi yo'q. Agar eplasa aytmoqman, 20 yoshmi, 25 yosh o'ziga va hozirgi yoshlar yengil-yelpi hayotga qarab qolish noto'g'ri. Ya'ni qaysidir bir blogerni kuchayib ketgani, millionnik bo'lgani yo'q, kechirasiz. Ertaga agar internetda muammo bo'lsa yo bir o'sha blackout bo'lib qoladigan bo'lsa, 3 kunga bora olmaydi ular. To'g'ri. Ochiqchasiga. O'sha bilimni egallash kerak. Ko'p kitob o'qish kerak. Biz mana o'qigan paytimizda bir semestrda 30 ta kitob o'qib tugatardik. Bir semestrda. Transport universitetida o'qiganmiz. Talab juda kuchli bo'lgan. Va hozir agar eplasam haftasiga bitta kitobni o'qib tugatishi masala. Vaqtni tig'izligi. Vaqtidan foydalanish kerak. Savolda men hozir 20 daqiqa deyapsiz. Men o'zimni ishga kirish intervyularimni eslab chiqdim-da. Men bir martagina intervyu orqali ishga kirishga muvaffaq bo'lgan ekanman va ko'p marta intervyuda отказ olganman. Qabul qilishmagan. Shu aytganingizdek 20 daqiqa uzog'i gaplashishganda. Keyin yaxshi ham ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lib, meni salohiyatim ijtimoiy tarmoqlarda asosan ko'rina boshladi-da. Shu savolim shuki, shu 20 daqiqada sizlar noto'g'ri kartina qilib qo'ysanglar-chi. Yaxshi kadrlar ketib qolsa, hamma ham 20 daqiqada ochila olmaydi-ku. To'g'ri. Keyin hayajonlanish bo'ladi. To'g'ri. Suhbatda. To'g'ri, tanganing ikkita tomoni bor. Ya'ni rekruterni mohiyatiga qaraydi va 20 daqiqalik standart suhbatgacha qanaqadir etaplar bosib o'tilgan bo'ladi. Biza masalan telefon orqali gaplashish yoki bo'lmasam uni backgroundini o'rganishimiz, bu hamma narsa hisob-kitob qilinadi va ish beruvchiga bir emas, kamida 3 ta biza nomzod beramiz. 3 oylik sinovi bilan. Agar 3 oy ichida kamdan kam holatda bo'ladi bu narsa. 3 oy ichida ma'lum bir sabablarga ko'ra agar ishchi ketib qoladigan bo'lsa ishdan yoki rahbarga aurasi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bir martalik mana biz xuddi shunaqa personalga almashtirib berishga, bepul qilib berishga biz kontraktatsiyada buni kiritamiz-da. Lekin rekruterlarimizning shunaqa tajribasi yaxshi, shuning uchun ham bular bu masalada adashish masala. Nimaga deganda, har rekruterning o'zining yo'nalishi bor. IT rekruter hech qachon energetik sohada ishlaydigan nomzod bilan gaplashmaydi. Faqat o'zini sohasida. IT mi o'sha bilan gaplashadi. Energetika sohasida gaplashadigan rekruter alohida ishlaydi.
yoki bo'lmasam ta'lim, mana yaqinda Amerika texnologiya instituti Toshkentda faoliyati boshlanish arafasida men yashirmasdan aytaman, o'shalarni professor o'qituvchilarini hammasini hozir suhbatini biz olib boryapmiz. Ya'ni tashqaridan olib kiradigan professor o'qituvchilarni bizga ishonib topshirgan. Shular bilan kontraktimiz bor hozir masalan. Webster masalan bizlar bilan ishlaydi. Amity universitet bizlar bilan ishlaydi. Ya'ni nafaqat ishlab chiqarish, balki ta'lim tizimidagi yuksak professor o'qituvchilarni ham tashqaridan O'zbekistonga olib kirish bo'yicha ham, ya'ni u endi ta'lim rekruteri shug'ullanadi. U IT ham aralashmaydi, energetika ham aralashmaydi. O'sha sektorga ajratilgan. O'shanda samara bo'ladi. O'shanda aniq o'zini savollarini bera oladi, bo'ldi. Va o'sha искусственный intellekt, sun'iy intellektni dasturini o'zi tanlaydi. Kim bo'lishini, qaysi sohada ishlashini tanlagandan keyin shu soha bo'yicha zamonaviy tendensiya bo'yicha savollar keladi, shu bilan IQ'si kelib chiqadi. Shu. Mana qarang, men endi hozir universitetni bitirgan yosh talabaman. Bitirgan talaba, diplomimni qo'limga oldim, bir ish topdim deylik. Meni intervyuga chaqirishdi. Nimalarga e'tibor berishim kerak men? Nimalarga tayyorlanishim kerak? Hozirgi mana zamonaviy rekrutingda boshqada. CV, o'sha rezyume o'ziga endi bizani yosh kattalar obyektivka deydi. Obyektivka deydi. CV tayyorlash kerak bo'ladi. CVning standartlari bo'ladi. Albatta, rasm bo'lishi kerak. Ko'pchilik odam bunga bahslaydi, rasm nima kerak? Yo'q, kechirib qo'yasizlar. Shaxsiy portret bo'lishi kerak va rasmda albatta custom galstuk, orqada oq fon, yo'q, bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Shu o'tirishingiz ham bo'ladi. Smart casual yoki bo'lmasam klassik yoki bo'lmasam bilmayman qanaqa. Ya'ni o'zini portretida o'zini gavdalantirishi kerak bo'ldi. Nimadir yasash kerak emas. Bu bir. Ikkinchidan ismiga nick qo'yish kerak emas. Bu noto'g'ri tushuncha. Nick qo'ydimi, bu seryozni ko'rinmaydi, jiddiy ko'rinmaydi. Ya'ni ismi sharafini belgilash kerak. Agar ingliz, ya'ni chet el kompaniyasiga nomzodligini berayotgan bo'lsa, unda ism bilan familiya qo'yiladi. Bo'ldi, sharaf qo'yilmaydi. Ular tushunmaydi u narsani. O'chishdi. Ular qo'yilmaydi, o'chishlar qo'yilmaydi. O'shaning uchun u keyin qisqa haligi qisqa beriladi. Millati nima u muhim emas. Ismi sharifi, yoshi, qayerda yashayotgani, qayerda tug'ilgani ham muhim emas. Qayerda yashayotgani va oilali emasligi. Bo'ldi, keyin ketdi. Qo'lidan nima ishlar keladi? Aniq o'sha o'zini skilllarini, ya'ni soft skilllari, yumshoq ko'niklari qanaqada, kommunikatsiyasi qanaqa yoki bo'lmasa qattiq ko'nikmasi, aynan qaysi sohada litsenziyasi bor, bilmayman. Haydovchilikdami, diplomi bormi yoki bo'lmasa xalqaro IELTS yoki bo'lmasa TOEFLni olganmi, nima bo'lsa, o'shalarni hammasini keltirib berish kerak va nostandart savollarni boyaman ko'tardim, o'shalarni ham keltirib berish kerak. Men mana bunaqa holatda mana bunaqa chiqa olaman degan. Ya'ni o'zini Rostdan aytish kerakmi? Rostdan aytish kerak. Yoki misol uchun hozir shu intervyu qilayotgan odamga yoqadigan javob berishim kerak deb o'ylaydiganlar ham ko'p bo'lishi mumkin. Ko'p bunaqa, bu intervyuda sirasi chiqib keladi u narsa. Chiqib keladimi? Albatta, nimaga deganda rekruter algoritm tuzadi. Qaysi savoldan keyin qaysi savol, u juda kuchli psixolog bo'ladi aslida olganda. Birinchi savolning javobi ikkinchisiga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Bizning kompaniyalarga ketasiz, otangiz, onangiz, qaynota, u nima keragi bor, ishda вообще nima aloqasi yo'q. Aniq qo'yilishi kerak. Bu вообще bitta uchrashuv esimga tushdi, men qo'shimcha qilaman. Bir logistika kompaniyasi, endi anchadan beri ishlaymiz. Sklad o'sha majmualari bor, omborlari bor. Juda katta omborlar bo'ladi va savol qo'yilyaptiki, spesial shu savol tuzildiki, kandidatga savol berilyapti, sen qorong'ilikdan qo'rqasanmi, yo'qmi? Bu standart savol aslida olganda. U o'zini yaxshi ko'rsatish uchun, yo'q, men qo'rqmayman. Любой psixolog, любой odam biladi, qorong'ilikda hamma qo'rqadi. Yoshdan kattagacha, ochig'ini aytaman. Ya'ni normal, adekvat odam qo'rqadi. Yolg'izlikdan, qorong'ilikdan qo'rqadi. Va u savolga berayotgan javobni aslan olganda, ha, unaqa vaziyatda men qo'rqaman, lekin o'zimni ushlab olishga harakat qilishim kerak bo'ladi, o'zimga o'zim gapirishga to'g'ri keladi va birinchi navbatda fanarni qidiraman yoki bo'lmasam nimadir shu vaziyatdan chiqib ketishga harakat. Ya'ni plan o'zini o'sha Spider-Man'ga qo'yib yuborish kerak emas u paytda. U aniq bilinadi va o'sha joydan уже error degan ovoz chiqadi. Tirq qilib tamom chiqib ketadi. Demak, haligi hozir skladga men ishga kirishim kerak. Demak, sklad haqida qorong'ilikda aytyapti. Men hozir qo'rqmasam, meni ishga oladi. Qo'rqmaydigan deb o'ylaydi. Lekin aslida suhbat qilayotgan odam uni yolg'onchiligini albatta bilib qoladi. Shablon tayyorda, javobi, ehtimoliy javoblar tayyor turadi u joyda. O'shaning uchun agar shu ehtimoliy javob 4 tadan 3 tasini, 2 tasini aytadigan bo'lsa ham, o'sha galochka olib keyingi etapda. O'zingizda bo'laverishingiz kerak. Samimiy bo'laverishingiz kerak. Borni aytish kerak.
yaqinda Twitterda bitta aka bilan tortishib qoldik jicha. Ish e'lon berilgan bo'lsa agar, unga telefon qilgan odam birinchi navbatda oyligini qanchaligini so'rashi Normalmi? normalmi? Normal holat. Normal holat. Nimaga deganda hozirgi yoshlarga men aytayotgan bo'lganim, to'g'ri, birinchi berayotgan savoling maosh bo'lmasligi mumkin, lekin 10 ta savolga javobni ichida 3 tasi aynan maosh bilan bog'liq bo'lishi kerak. Nimaga deganda, ishga kelib ketishi, uni yashashi, turmushi hammasi aynan maosh. Endi maoshga loyoqatli kelishib olinishi kerak. Birinchi 3 oyda sinov muddatida men bu natijani ko'rsatadigan bo'lsam, menga buncha kerak bo'ladi va ishimga yarasha meni muttasil ravishda maoshimni oshirib borishingizni so'rayman deyish kerak. Va yana yaxshi bitta insight beraman. 2 yildan ko'p ishxonada qolib ketish kerak emas. Bitta ishxonadami? Hech qachon. Nimaga? Zamon o'zgaryapti, transformatsiya bo'lyapti va bitta sohada ham ketish hozir shart emas. Va mana hozir men yaxshi bilaman, ko'pchilik xorij kompaniyalari rahbar darajasidagi o'sha CDO, CFO, CEO yo'nalishlari bo'yicha endi o'sha operatsion direktor, upravляющий direktor yoki bo'lmasam finansiy direktor ishga qabul qilayotganda birlamchi IT savod so'rayapti. Menga birlamchi IT savod kerak. Nimaga deganda, tizimlashtirayotgan payti rahbar bilishi kerak nimani tizimlashtirishini. Uni tushunmaydigan odam bo'lsa, u zo'r orator bo'lishi mumkin. Sohani jiddiy bilishi mumkin, lekin tizimlashtira olmaydigan bo'lsa, undan naf yo'q. Shuning uchun birlamchi IT bilim talab etiladi va aytmoqchi bo'lganim, har qanaqa vaziyatda, tibbiyotdan tortib ta'limgacha birlamchi IT bizning O'zbekistonda ham talab etilishi kerak. Xuddi mana alifbeni bilgandek, yozuv chizuvni bilgandek, albatta. Birlamchi IT bu qiyin narsa emas. Bu qiyin narsa emas. Front qariyalar uchun juda ham qiyin, haligi bir jungli bo'lib ko'rinadi-da, haligi juda haligi Biz yoshlar haqida gaplashyapmiz. Yo'q, mana hozirgi paytdagi nimalar o'qituvchilarda yosh katta o'qituvchilar ko'piga kompyuterda bilishing kerak deb talab qo'yilgan, attestatsiya ham qilinadi va juda ko'pchiligi men o'zim taniganlarim shu sababli ertaroq pensiyaga chiqib, hali o'rgangandan ko'ra haligini tinchlik kerak deydi. Bugungi kunda karyera qilishda ayollarda qanaqa muammolar kuzatiladi? Umuman ayollar va erkaklar nomzod bo'lib qolsa, Endi kim tanlanyapti? Nimaga qaralyapti? birinchi so'raladigan narsa mana bizlarni o'sha ish beruvchilar ham aytadi. Menga deydi, turmushga chiqmagan bo'lsa ham qiz top deydi, turmushga chiqqan bo'lsa deydi, ko'rib chiqmayman deydi. Nimaga deydi, dekreti bor, boshqasi bor-da. Lekin bu ish beruvchini bir tomonlama va noto'g'ri o'ylashi. Aslida olganda mana davlatimiz ham hozir xususiy sektor uchun bola pulini ajratib qo'ydi. Ilgari bu narsalar yo'q edi. Bemalol hozir xususiy sektorda ishlayotgan o'sha ayollar ham bola pulini ola oladi. O'sha farqi yo'q, qaysi xalqaro kompaniya boshqa. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha ayol yoki qiz salohiyatiga qarash kerak va uni qayerda maksimal ishlatsa bo'ladi. Ishchini ham toliqtirib qo'ymaydigan va aynan ishda ham maksimal KPI beradigan. Key performance indicators deydi. Qanchalik o'sha ishchanligini yuqori ko'rsata oladigan darajada. Va ayollarni, erkaklarni har doim jamoada iloji boricha balansini ushlashga to'g'ri kelishi kerak. Faqat ayollar jamoasi bo'lib ketadigan bo'lsa ham muhit o'zgarib ketadi. Faqat erkaklar bo'lib qoladigan bo'lsa ham u muhit o'zgaradi. Umumiy olganda, juda bo'lmaganda umumiy ovqatlanadigan paytida o'sha ayollar bilan erkaklarni o'sha bitta zalda dasturxonga o'tkazib, o'sha yerda хотя бы bir-birsilar haligi muhit ko'rsatish kerak. To'g'ri ma'noda gapiryapman bu narsani aytmoqchi bo'lganim, o'sha paytda ham muhitda o'sha ishchilar ham o'ziga qarab yuradigan bo'ladi va ishga nimasi oshadi, layoqati oshadi, harakat. Janoz opa, siz nima deysiz? Siz ham o'g'lingiz ertaga o'qishga kiradigan yoshga yetib qoldi o'sha kattasiz. Shunaqa, hozir kim bo'lsam ekan degan eng katta savol turibdi biz oldimizda. Hozir mana aytayaptilar, 4-5 yosh, hatto 4-5 sinf. Lekin men aytaman, masalan 18-19 yosh ham bu qiyin-da, kelajagini, butun kelajagingga ta'sir qiladigan qarorni qabul qilishga. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, yoshlarga bu o'sha oxirgi qaror emas, shuni ham hisobga olib qo'yiladi. Ya'ni o'zgartirish mumkin. Istalgan yoshda ham yo'nalishni ham, kasbni ham o'zgartirish mumkin agar o'zingiz topa olmasangiz. O'sha misol keltiramizki, haligi oy va chaqadi yoki real misol Gagen, 40 yoshdan keyin genial rassom bo'lgan. Masalan,
Shuning uchun men ham oldin ozgina bosim qildim o'g'limga, kim bo'lasan, qayerga kirasan deb oxirgi paytlarda bir ikkita mutaxassislar bilan gaplashganimdan keyin aytishdiki, hozir ko'ngli nimaga chopayotgan bo'lsa, shuni o'qisin. Masalan, hozir xalqaro munosabatlar deyapti-da. Men nima qilasan, undan ko'ra haligi pul topadigan sohani o'qib, bu faqat nazariya, bunaqa desam ham yo'q, bola shunga ketyapti. Shunga aytishdi, masalan, bakalavr ham o'qisin kerak bo'lsa, shu xalqaro munosabatlarda. U yog'iga magistratura, PhD keyin o'qib olsa bo'ladi, o'sha boshqa sohani ham, iqtisodmi, huquqmi yoki IT'nimi. Hech qachon kech emas. Ya'ni yoshlik bekor, masalan, 30 yoshgacha deyilmayapti-ku. Tajribalar qilib ko'rish kerak, bunga qo'rqmaslik kerak. Masalan, men yoki sizga omadimiz kelganki, biz 18 yoshimizda to'g'ri qarorni qabul qilib, to'g'ri yo'nalish tanlaganmiz. Lekin hammada ham shunaqa bo'lmasligi mumkin. Oliy o'quv yurtini tanlayotganda bugungi kunda men tushunaman, masalan, ayniqsa xususiy hozir yangi ochilgan universitetlar ko'p, tanlovchiga qiyin. Mana xorij universitetlarini qarasangiz, ularning tarixi bor, o'ziga yarasha natijalari bor, bitiruvchilari bor. Bu sizga albatta qaror qabul qilishda yordam beradi. Bugun bizda asosan davlat universitetlarida faqat shu tarix bor, lekin hammani qamrab ola olmaydi. Oliy ta'lim muassasalari ko'p bo'lgani bu yaxshi. Har holda jamiyatda oliy ma'lumotlilarning ko'p bo'lishi o'zi yaxshi. Bu jamiyatning sifatini yaxshilaydi. Shuning uchun bunga ijobiy tendensiya sifatida qarashimiz kerak. Endi aynan alohida bir shaxsning tanlov oldida qolishi nuqtai nazaridan qarasak ham bu yaxshi. Masalan, tanlovni har doim ko'p bo'lgani yaxshi. Va bizda haligi o'tkazish, o'qishni ko'chirish degan narsalar man qilinmagan. Shuning uchun shunga tayyor bo'lgan holda faqat tanlov qilsa bo'ladi. Go'zal opa, misol hozirgi paytda xususiy universitetlar bor. Ko'pchilik yoshlar davlat universitetiga topshiradi-da. Kira olmay qolsa, mabodo ball pastroq bo'lib qolsa, ko'pchiligi xususiy universitetlarga ketyapti. Bu ertaga misol uchun xususiy universitetlarda faqat shu o'qishga qiziqmagan, kambag'al oladigan, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, shu IQsi pastroq talabalarga to'lib ketmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha, umumiy agar o'sha oliygohga intiluvchan yoshlar to'g'risida gapirsak, oliygohga kiraman deb o'sha ta'lim olaman degan yoshlar to'g'risida gapirsak, men o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi qaror. Intilish kerak. O'qish har doim yaxshi. O'qishi va ma'lumotni tanlashi, bilishi keyinchalik ular o'rganishadi. Kriticheskiy mышление deyiladi. Bu narsa keyin ularda rivojlanadi va ular o'ylaydiki, tushunadiki, mana men shu olgan ma'lumotim men uchun kerak, kelajakda qayerdadir shu ko'nikmalarimni, bilimlarimni men ko'rsata olaman va keyin qanaqadir ishga joylasha olaman degan. Aytmoqchimanki, menimcha birinchidan bunga statistika kerak. Aytmoqchimanki, yildan yilga agar shu analitika bo'lsa, biz shu analitikani ko'paytirib yaxshi qanaqadir raqamlar chiqara olsak, o'shanda biz aniq aytishimiz mumkin, sizni gapingiz rostmi, sizni taxminingiz hozir bu rostdan ham shu narsaga kelamizmi yo'qmi. Lekin hozirgi vaqtda agar yoshlar bilimga intilsa, hozircha farqi yo'q. Hozir yo'lda kelyapti, podkast eshitib keldim. Behzod Hoshimov aytayaptiki, farqi yo'q, universitetlar ko'p bo'lsa ham, haligi ertaga ishsizlar soni ko'payib ketadi deb, buni davlat o'ylamasligi kerak deyapti-da. Behzodning kategorичный fikrlari, shu tomonlari zo'r, lekin bu sohani yaxshi tushunmagan odamda savollar paydo bo'ladi-da. Mani javobim bor, ham agar ruxsat bersangiz, uzr sizlarga bo'ldim. Gapingizni har bitta, mana o'zim ham ikkita oliygohda o'qiganman, ikkita diplomim bor, ingliz tili o'qituvchisiman va psixologman. Psixologiyaga men ishga kelib, o'sha ishda o'zimga kerakli ma'lumotlar yetmagan, bilim yetmaganda men borganman. Aytmoqchimanki, bu qaysi zamonlar? Lekin hozirgi paytda bilim manbalari juda ham ko'p. O'shaning uchun oliygohga qaramasdan agar intilish bor bo'lsa, agar rivojlanaman, o'zim ustimda ishlayman va kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lmoqchiman degan yosh yigit yoki qiz manbai topish kerak. Bu bilim manbai o'ziga, bu kitob yoki ustoz yoki onlayn qanaqadir bilim manbaylari juda ham ko'p.
chunki hozir yoshlar uchun juda ham ko'p shunaqa imkoniyatlar yaratilgan. Rahmat. O'shaning uchun bu agar unda shu kompetensiyasi bo'lsa, aytmoqchimanki, bilimga intilish va o'zini ustida ishlash, ichidan motivatsiya tug'dirib ishlash. Men aytmoqchimanki, qaysi oliygohdan o'qishdan qat'iy nazar ushbu yosh yigit qizlar o'zini qanaqadir maqsadiga yetadi. Albatta, qanaqadir hozirgi gapingizni bo'ldim, bitta fikringizga men qo'shildim. Juda ham yaxshi fikrda aytdingiz. Hozir har qanday universitetda o'qisa ham, oliy ma'lumotli bo'lsa ham, u ish topadimi, yo'qmi, jamiyatning sifati oshib boradi dedingiz-ku. Shu fikringiz menga juda ham yoqdi lekin. Mana qarang, hozirgi sizni savolingizga shu fikr nuqtai nazaridan ham davom ettirishimiz mumkinki, masalan, bitirgandan keyin diplomli ishsizlar paydo bo'ladi degan qo'rquv bor-ku. Nimaga endi kimdir u diplomlilarni ish bilan ta'minlab berish kerak degan nuqtai nazardan har doim qaraymizda, ular o'ziga o'zi va yana bir qancha odamlarga ish o'rni yaratishi mumkin. Ular yangi g'oyalar yaratishi mumkin. Ularda endi alohida ma'lum bir mahorat, skilllar bor. Ular buni moddiy qiymat yaratishga yo'naltira oladi. Har holda aqlliroq, bilimliroq odamlar yaxshiroq bir hayotni yarata oladi. Jamiyatni yarata oladi, tizimlarni. Albatta davlat ham sharoit yaratib berish kerak, buni inkor etib bo'lmaydi. Lekin dunyoni istalgan nuqtasidan ham yo'lini topib keta oladi. Hech bo'lmasa och qolmay o'zini boqa oladi-da, oilasini boqa oladi o'sha odam. Lekin shu o'ng iqtisodchilarning ichida davlat asosiy ish beruvchi bo'lmasi kerak degan qarash bor-da. Asosiy ish beruvchi, odamlarni ish bilan ta'minlovchi davlat bo'lmasi kerak. Davlat shunaqa ish beruvchilar yetishib chiqishiga sharoit yaratib berish kerak o'zi. Bizda hozir rostdan ham davlat asosiy ish beruvchi. Kim eng ko'p ishchilar kim bizda? Mana sog'liqni saqlash sohasi, o'qituvchilar juda ko'p. O'qituvchilar ko'p. Qanchaga 500 mingdan ko'p. Ertaga milleniallar bilan hozirgi zoomerlarning o'rtasida shu karyera qilish masalasida qanaqa farqlar bor deb o'ylaysizlar? Psixolog sifatida. Biz более haligi esliroq, послушliroq bo'lganmizmi deb o'ylab qolaman-da. Yoki заблуждениеmi bu? Psixologiya tarafdan agar mumkin bo'lsa gapirmasam, lekin HR sohasidan, o'zim sohamdan gapirsam, hamma avlod o'zini ham qanaqadir kuchli taraflari bor, ham unchalik kuchli bo'lmagan taraflari ham bor. Agar biz haqimizda gapirsak, biz ko'proq stabilizatsiyani yaxshi ko'ramiz. Biz uzoqga qarab, mana strategiya biz uchun juda ham muhim, rejalashtirish bizga muhim, qadamma-qadam qanaqadir ish yuritish bizga muhim. Lekin agar Z avlodi to'g'risida gapirsak, ular juda ko'nikadigan tez, adaptivnost juda tez. Texnologiya bo'yicha ular uchun qanaqadir ma'lumot topish muammo emas. E'tibor qiling, misol uchun ota-onamiz bilan yoki opalarimiz bilan gaplashsak, ular qayerda ekan, nima ekan, qayerdan topsa bo'lar ekan deb so'rashadi. Ularga bunaqa savol tug'ilmaydi ham, chunki bilishadiki, ular tug'ilganda kompyuter bilan tug'ilgan avlod. O'shaning uchun Google'ga kiradi. Juda ham tez, Google'mi yoki boshqa manba. ChatGPT. Juda tez. Bu tarafdan juda ham tez bilim olish va o'sha bilimni qanaqadir tajribada ko'rsatish ular uchun muammo emas va ularni kuchli taraflari. Unchalik kuchli bo'lmagan taraflari to'g'ri, juda ham o'zini shaxsiy chegaralari, Z avlodi to'g'risida gapirsak, ular juda ham yaxshi ko'radi o'sha shaxsiy chegarani qo'yish. 3 dan keyin menga telefon qilmang. Shanba, yakshanba kuni men oilam bilan o'tkazaman va hokazo va hokazo. Shuning uchun ularning ham kuchli taraflari bor. Shuning uchun biz HR sifatida yoki biznes egasi sifatida biz shu kuchli taraflarini kerakli darajada o'zimizga foydali tarafini olib, o'shani ishlata bilishimizni
kerak deb o'ylayman. Shu? Men qo'shimcha qilmoqchi edim, Bemalol. to'liq qo'shilaman. Lekin birinchi men misol uchun studentlar bilan ishlayman, Amiti universitetida ham ishlaganman. Esimda bor, savol berishgan. Qanaqa qilib men bilaman, men nima to'g'risida, misol uchun, sani kuchli taraflaring desa, men nima deyishim kerak? Chunki biz tushunamizki, O'zbekistonda ko'pincha, endi O'zbekistonda emas, aytmoqchimanki, bizani hududimizda ko'pincha o'zingni bos, boshqalar seni maqtasin, o'zing Maqtanma, to'ringda o'zingni maqtama. bilasiz. O'shaning uchun ular qo'rqishadi, balki o'zimni maqtab yuboraman deb, yoki balki tarbiyada bu narsa o'tiradi. O'shaning uchun men maslahat berardim, hozir bizani eshitayotgan yoshlarimizni SWOT analiz qilishsin. O'tirib, SWOT analiz degani meni kuchli taraflarim nimadan iborat yoshsin. Yoniga o'sha kuchli meni kuchli taraflarim menga qanaqa imkoniyat yaratadi. Misol uchun o'qishga, bilimga intilaman. Bu nima degani? O'rgana olmayman. Agar nimadir bilmasam, men tez ma'lumot topaman. Bu ma'lumotni fact checking qilib, tasdiqlab, tushunib, uni qanaqadir manbalarini tasdiqlab, men shu narsani ishonaman va qila olaman. Tushuntira oldimmi? Va unchalik kuchli bo'lmagan taraflarim nimadan iborat? Bu ham muhim bilish uchun, chunki ko'p uxlayman. misol Kech uchun qolaman, vaqtdan lekin shu meni tarafim balki mobilizatsiya berib 6 soatda emas, 2 soatda qanaqadir vazifani bajarishga menga shu qanaqadir imkoniyat beradi. Tushunarli? Shu narsalarni o'rganib chiqish kerak. O'shandan keyin rezyume juda ham oson tuziladi. O'shanda o'sha siz aytgan paragraflar juda ham yaxshi yoziladi. Keyin yana bitta narsa bor. Qaysi kompaniyaga topshirishga siz o'ylang. Chunki kompaniya, misol uchun Rossiya kompaniyalarini shabloni, rezyume shablonlari bitta bo'ladi. Xalqaro kompaniyalarning shabloni umuman boshqa. Va mahalliy kompaniyalar, agar o'zimizning kompaniyalarga gapirsak, ular umuman mana obyektivka deganingiz. Bizani kompaniyalarga ketasiz, otangiz, onangiz, To'ppa-to'g'ri qaynota, obyektivka bu nima deyiladi. keragi bor ishda, вообще Qaynota qaynona bor. aniq qo'yilishi kerak. Bu To'ppa вообще to'g'ri. noto'g'ri. Chunki meni o'g'lim u ham chet el kompaniyasiga o'zini rezyumesini topshirganda millatini va o'zini suratini qo'ygandi, surat. O'shanda aytishgan, iltimos o'zgartiring. Bo'lmasa keyingi bosqichga o'ta olmaysiz. Tushunmagan nimaga? Chunki o'sha kompaniyada mana shunaqa qoida. O'shaning uchun bu narsani ham o'rganish kerak. Bu degani, rezyume topshirishdan oldin kompaniya nima bilan shug'ullanadi? Qanaqa kompaniya? Qadriyatlari nimadan iborat? Saytiga kirib o'rganinglar. Erinmanglar. O'shandan keyin rezyumeni topshiringlar. Formatini to'g'rilab, rezyume topshiringlar. O'shanda siz o'zingizni shansa, o'zingizni imkoniyatlaringizni ko'paytirasiz. Avval demak o'zingizni to'g'ri adekvat baholab olishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Va keyin Kamtarlik ham qolmaslik kerak ekanda, haqiqiy o'zing ishonadigan zo'r tomonlaringni yozish kerak, aytish kerak. Albatta, chunki misol ham keltiraman studentlarga, Spiderman misol uchun hamma biladi Spiderman kimligini, lekin uni ham kuchli va unchalik kuchli bo'lmagan taraflari bor. Va Spiderman o'sha odamlarni qanaqadir borib ularga yordam berishga ham o'zini ustida ishlagan. To'g'rimi? Biz juda ham yaxshi bilamiz buni. O'shaning uchun siz Spidermansiz, to'g'ri, siz juda ham kuchli insonsiz, siz juda ham ko'p natijalarga erishasiz. Lekin o'zingizni o'rganishingiz kerak. Kuchli tomonlaringiz, imkoniyatlar va unchalik kuchli bo'lmagan tomonlaringiz va bundan qanaqa xavflar chiqishi mumkin va nima sizga yordam beradi bunda. Bo'ldi. Shu ma'lumot keyin siz aytganingizdek rezyumeni to'ldirsangiz, o'shanda ko'proq o'zingizga o'shanda rekruter savol bersa, mana shu jahl ostida nima qilasan deganda, u aytadiki, meni kuchli taraflarim bu emotsional nima barqarorligim. O'shaning uchun men bilaman, shu vaziyatda o'zimni mana bunaqa tutaman deb qat'iy savol beradi. Qat'iy
bitta uchrashuv hozirgi zamonda haligi miyani mobilligi yuqori bo'lishi kerak, muhimda. Har doim o'zgarishlarga tayyor bo'lib, yangi bilimlarni o'zlashtirishga necha yoshda bo'lsang ham tayyor bo'lishing kerak ekanda. Kasbing ham o'zgarib ketyapti masalan. Kasbing, sharoiting, topish tutishing va yangi vazifalar har doim paydo bo'ladi oldingda. Hayot davomida har doim yangi vazifalar paydo bo'ladi. Eng katta o'sha mahorating, qobiliyating o'sha vazifalarni yecha olishingda. Qanaqa bo'lmasin, vazifalarni samarali yecha olishingda. Asosiy ta'limni ham biz shunga yo'naltirishimiz kerak. Haligi nazariy bilimlar beramizda, to'g'ri, ular ham kerak, baza kerak, fundament, poydevor kerak, lekin eng asosiysi ularni amalda qo'llash, funksional savodlilik, funksional bilimlilik, olingan bilimni amalda qo'llash va har qanaqa nostandart vaziyatlarda oldida turgan vazifalarni tezligicha, umuman hamma ish beruvchi ham shu talabni qo'ysa kerak. Anaqa senga qo'yilgan vazifani tez, samarali yechish qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Men senga o'zingni kelingdan ortiq vazifa bermayman, lekin murakkabligi har xil bo'lishi mumkin. Va hozirgi zamon imkoniyatlari shunga tayyor. Misol uchun biz biznes maktabda ko'p ko'rdim. Misol uchun 20-25 yil bitta joyda ishlagan, mana siz aytganingizdek, ish almashtirmagan va qaysidir paytda unga aytishgan, bo'ldi, senga katta rahmat, shu yerda sen bilan xayrlashamiz. O'zini yo'qotib qo'yganlar bor. O'shanda biznes maktabga kelib, qanaqadir bir marketing yoki HR sohasini o'rganib ko'ring deb kelishdi. Lekin 10 yil avval bunaqa imkoniyatlar uncha yo'q edi. Oliygohda o'qidingiz, buxgaltermisiz, bo'ldi, endi buxgalterman. peshtaxtaga yoziladi, umrni oxirigacha buxgalter bo'ldi shu. Keyin nima qilib, bundan tashqari qanaqadir bilimim yo'q, tajribam ham yo'q deb qo'rqishardi. Hozir ish almashtirish, ish beruvchini almashtirish, kasb almashtirish juda oson bo'lib qolgan. O'shaning uchun bilim manbalari ko'paygan va bu juda ham yaxshi. Qo'rqish kerak emas. Yoshidan qo'rqish kerak emas, hech narsadan qo'rqish kerak emas. Imkoniyatlar bor, o'sha imkoniyatlardan foydalanish kerak maksimal. O'sha hayot qiyin, murakkab vazifani qo'ygunicha o'zing har kuni oldinga o'zing vazifa qo'yib tur. Til o'rgan, nimadir yangi narsani o'rgan, yangi texnikani o'rgan. Mana shunaqa yangi sohani yondash, masalan, hozir mobilografiya chiqdi. O'shani masalan olaylik, jurnalist o'rganish kerak yoki menga o'xshagan masalan tarmoq faoli yoki bo'lmasa SMM o'rganish kerak, bitta til o'rganib qo'yish kerak. Mana ChatGPT chiqib kelyapti, sun'iy intellekt chiqib kelyapti, data analiz, mana shularni hech bo'lmasa umumiy shular haqida ma'lumot har doim, har kuni yangi nimadir o'rganib borilsa, o'sha o'zgarishlarga doim mobil odam tayyor turadi-da. Qaysi yoshda bo'lsa ham, albatta qaysidir yoshga bo'lgandan keyin bu pasayadi, lekin ungacha yashab qolish, ungacha rivojlantirish. Men kuzataman, dugonalarim mana yoshi 40 ga chiqqan, lekin har doim qanaqadir treninglarga borishadi. Bu albatta o'sha muvaffaqiyatli dugonalarim, hozir misol keltiryapman. Treninglarga borishadi, har xil seminarlarga borishadi, kurslarga yozilishadi, doim nimalardir qilib turishadi-da o'zlarining ustida. Doim shaxsiy rivojlantirish ustida doim ishlashadi. Hozirgi paytda zakovat harakati umuman katta harakat bo'lib, o'zini karyera markazini ham yaratgan va u yerda har xil yarmarkalar, ish beruvchi nimalar ko'p va Osnova harakati bilan ham yaxshi hamkorlik ketyapti. Shu zakovat harakatidagi aynan shu loyihani rivojlantirish uchun yana nimalar qilish mumkin? Nimalarga e'tibor berish kerak? Bu o'sha zakovat o'ynaydigan bilimdonlarning ichida kimdir o'qish bitiradi, ishga kirmoqchi bo'ladi. Shu insonlarga yordam beradigan yaxshi loyiha. Albatta. O'zi qancha ko'p imkoniyat yaratilsa, shuncha yaxshi. Chunki hozirgi zamonda mana ish yo'q deyish mumkin kimdir, lekin ish beruvchilar professionallar qayerda sizlar deb ko'chaga chiqishadi. Topishga qiynaladi. Nimaga? Chunki rostdan ham ekspertiza juda ham kam. O'shaning uchun imkoniyat qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Yoshlarga birinchidan bu bilim deganim bu ma'lumot berish kerak ularga. O'rgatish kerak, qanaqa qilib rostdan ham suhbatdan yaxshi o'tish kerak. Chunki rostdan ham bilimli
intiluvchan yoshlar o'zini qanaqadir soft skilllari, siz aytganingizdek soft skilllarini rivojlantirmasa, rostdan ham qanaqadir savollarga javob bera olmasdan yoki emotsional intellekt ustida ishlolmasa, balki stressni qo'llab o'zini qo'liga ololmasdan qanaqadir shu suhbatlarda yoki testlarda noto'g'ri javob berishi mumkin. O'shaning uchun ma'lumot bo'lishi kerak. Rezyumeni qanaqa to'ldirsa bo'ladi, suhbatdan qanaqa o'tsa bo'ladi, qanaqa imkoniyatlar yaratilgan. Sizlarda yarmarka vakansiya bor, to'g'rimi? Yarmarka vakansiya juda ham yaxshi. Qancha ko'p ish beruvchilar jalb qilinsa, onlayn, offlayn tizimda agar qanchalik shu rivojlansa, shuncha yaxshi. Lekin boshqa tarafdan mana student bitirdi. Lekin shu paytda tushundiki, siz boshida aytganingizdek, mana hozir o'g'limga aytyapman, tezroq kasbini tanla deb. Shu paytda tushundiki, yo'q, men rostdan ham qaysidir soha egasi bo'ldimu, lekin kasb egasi bo'ldimu, lekin tushunaman, bu menga hozir kerak emas yoki zamon o'zgardi. Shunda biz ularga ma'lumot berishimiz kerak. Qayerda ular o'ziga kasb tanlab, qisqa vaqt ichida shu kasb egasi bo'la oladi va qayerdadir qo'lla oladi. Shu narsaga ham ma'lumot berish kerak va yo'nalish berish kerak. Ma'lumot. Lekin bitta narsani eslatish kerak yoshlarga. O'tgan zamondagi tanish bilishchilik va hokazo bunaqa narsalar qolib ketgan. Hozir imkoniyatlar juda ham ko'p. Agentliklar juda ham ko'p. Qo'rqmasdan rezyume tanlashdan. Telegram kanallar bor, onlayn platformalar bor va hokazo. Uyalishmasin, o'zlarini proyektlarini tuzib, o'sha proyektlarni taqdim qilib, o'zlari haqida gapirishga uyalishmasin. Chunki hozir ish topish osonroq bo'ldi. Bu karyera markazimizga har bitta zakovat harakatining ishtirokchisi murojaat qilishi mumkin. Agar ish qidirayotgan bo'lsangiz, yarmarkalar bo'ladi va bugungi suhbatimizda juda yaxshi mavzu ko'tarildi. Sizlarga tashrif buyurganlaring uchun kattakon rahmat. Va kelajakda hamma yaxshi karyera qilishiga, hamma yoshlar, hamma insonlar yaxshi karyera qilishiga tilakdoshmiz. Xush kelibsizlar. Omadini bersin deydi. Omadini bersin.